Ertalab soat 4da turib, bir qator baylar solib, velosipedimizni minib, bayga ketamiz. Pillachi ayolning kundaligi shunday boshlanadi. Tong sahardan kenglik tomon yo'l oladi Sohiba opa. Borib, o'zimiz bayni kesib, billa hammasini olib kelamiz uyga. Aprel oyining boshida pilla boqishga kirishgan opa ularning ozuqasi uchun ham harakatda bo'lmoqi kerak. Sohiba opaning aytishicha, pilla boqish bu oilaviy an'ana. Bolalikdanoq buvisi onasi yonida yurib qurt parvarishni o'zlashtirgan. Uyimizda yoshligimizdan qurt boqib, ota-onamizdan ko'rib, o'shalarning maslahati bilan mana o'zimiz ham katta xotin bo'lib qurt boqyapmiz. 10 yildan beri alohida bo'lib boqyapmiz. Daromadi yaxshi. 2-3 soat vaqt davomida mayda qurt iste'mol qila oladigan yangi unib chiqqan barglarni axtaradi Mirishkor opa. Pilla katta bo'lishida tut bargining o'rni alohida ekanini aytadi. Mazza qilasan, katta bo'lgan sari qurt baysolsang katta bo'laveradi. Oxiri pilla bo'lganda undan ham mazza qilasan. Tut shoxlari velosiped ortiga yuklanadi. Pilla boquvchilar uyi tomon yo'l oladilar. Pilla qurtlari juda yosh. Shu sababli opa tut barglarini yanada maydalaydi. Agar kattaroq bo'lib qolsa, yosh qurtlar uni iste'mol qila olmasligi mumkin. Birinchi uzun qilib kesib olib, keyin bunaqasiga kubik qilamiz. Kubikni aylantirsak, mayda 4 burchak mayin bo'ladi. Keyin solsangiz uni qurtni bosib qolmaydi. Sohiba opa pilla qurtlarni boqish uchun o'zi istiqomat qilayotgan uylarni ham bo'shatib bergan. 5 ta uyimiz bor, 4 ta uyga soldik. Uyda o'tiribmiz endi. Oldimizda somorga ham katta joyga soldik, olib chiqdik. Maydalab to'rg'algan tut barglari pilla qurtlari saqlanayotgan xonaga olib kiriladi. Kattalashayotgan qurtlar oziqlanishi uchun sekinlik bilan barglar ustiga tashlanadi. Ular mayda qilib kesganimizdan keyin bir me'yorda solamiz, bosib olmasligi uchun yupqa qilib solamiz baylarni. Agar yupqa solmasak, qurtlar bosib qoladi. Suhbatimiz davomida Sohiba opa aytadiki, yosh pillalarning parvarishida xona harorati juda issiq bo'lmog'i kerak. Yo'q, 25 daraja bo'lmasa bo'lmaydi. 24-25 ta gradus turish kerak. O'shanda qurt yaxshi uxlaydi, bir xil uxlaydi, bir xil turadi, bir xil bayiydi. Pilla qurti parvarishlanayotgan xonada yana mana bu namlangan bo'z matosi hamda suvlangan qumni ham ko'rdik. Pillachi opa aytadiki, bu juda zarur. Nam bo'lsa, katta pilla o'raydi. Keyin dimiq qolmaydi. Oxirida dimiq o'ramaydi deyshadi-ku. Bu bexato o'raydi, xudo xolasa. Qurt boqish uchun Sohiba opani hech kim majburlamaydi. Har yili o'z tashabbusi bilan tuman oila va xotin-qizlar bo'limi rahbariga yuzlanadi. 2-3 kerak bo'lsa 5 qutigacha jonlangan ipak qurtini oladi. Bu mazzata qurt gaplashasan, yetasan, mazza qilib yurasan ichida, bay solasan. Pilla o'raganda undan ham mazza, pul berganda undan ham mazza qilib tutasan. 2 oy davomida qurt pillaga aylanadi. Ana keyin Sohiba opa pilla topshiradi. Mehnatining rohati boshlanadi. Yaxshi pilla boqqani uchun taqdirlansa, pilla daromadi ham naqd beriladi. Yilda daromadimiz, bahorgi daromadimiz yilda. Shu qurt bilan ancha narsani qilamiz, Xudoga shukr. Bolalar uylayapmiz, joylayapmiz, uy solyapmiz. Yaxshi. Ana shunaqa Sohiba opaning faoliyati har kuniga shukrona keltiradi. Pilladan biroz tin olishni istasa, keng dalalar tomon yo'l oladi. Velosiped esa sayr qilishga ko'makchi.